Arab alifbosidagi ikkinchi harfimiz bu ro harfi hisoblanadi va ro harfimiz isti'lo va istifola harflari orasida istifola harflariga sirasiga kiradi. Lekin shunga qaramasdan biz ro harfini fathalik yoki dommali shaklda kelganida ru shaklida, ya'ni yo'g'on talaffuz qilib o'qishimiz lozim bo'ladi va faqatgina bitta kasrali holatdagina ri holatida ingichkaroq, yengilroq talaffuz qilishimiz lozim bo'ladi. Ro harfimizni mahrajini topib olish uchun avvaliga fathali hamza, ya'ni a ni olib kelib, roni sukunli shaklda talaffuz qilamiz. Ar. Siz bilishingiz mumkin, bu joyda talaffuzda til uchi tepa tanglaylarga tegib, tebranish orqali talaffuz qilinadi, ya'ni ar. Va endi harfimizni sifatiga to'xtaladigan bo'lsak, ro harfi isti'lo emas, balki istifola harflar sirasiga kiradi va unda tarqiq va tafhim, ya'ni yo'g'on va ingichka o'qilish sifatlari bor. Va ikkinchi sifati ro harfimiz jahr, ya'ni jarangdor, havosiz talaffuz qilinadigan harflar sirasiga kiradi va ro harfini sukunli holatida, ya'ni ar shaklida talaffuz qilganimizda biz uni bayniya sifatiga e'tibor qilishimiz lozim va uni ar qisqa kesish orqali yoki rolarni ko'paytirish orqali emas, balki o'rtacha ar holatida talaffuz qilishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi va eng asosiy e'tibor qiladigan narsamiz ro harfida uning takrir, ya'ni tilni uchini ro harfini talaffuz qilganda tebranishi hisoblanadi.